Guanyu, Zhang Fei'lar zodi qandaq kishilar. Ular qandaq qilib bir yerga kelib qolgan. Endi Guanyu'ni hammaylar bilamiz, bu zabardast polvon. Sodiqlikni, yani qarindosh akukular orasidagi sodiqlik alag'inlar orasidagi shu bir bo'lgan sodiqlikningki simvoli qatorida so'zlandi-da. Endi Guanyu'ningki yurti Dongjun Jieshan deydi. Şu vaqtdagi bir nom endi. Shu nahiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Endi bu Guanyu'ningki oilasi kichikidan Namrat. Namrat oilada yashagan, kichikidan boshlab dehqonchilik qilib, turmush kechirib, buna jafo tatgan. Hem shu jafo tatgan kuchliq, bu nahayati qovul bir xil. Ajoyib kuchli odamda, hem nahayat haqqoniyatni yoqlaydigan, jibit turadigan, ajoyib nima deymiz, sadoqatman odam. Hem buningki bir hem shu ko'ziga sig'maydigan yeri nima degan vaqtda boshqalarningki shu bo'zak ko'p qilishiga, nohaqchilikqa uchrab qilishiga qat'iy toqat qilib turolmaydi. Shuning bilan bu nima ish yuz berdi degan vaqtda shu Guanyu yashayotgan nahiyadagi bir zo'migar boshqalarni bak bo'zak qiladi. To'xtamay bo'zak qilgandan keyin bu Guanyu shuning bilan nahayat kuchli holatda bu. Shuning bilan bularning antinab birish, bularni bo'zak ko'p qolmasligi uchun shu zo'migarni adablab qo'yman deb buni o'ltirib qo'ydi. Hem de ameliyatda bu yaxshi ish qilgan, lekin bu yaxshi qilman deb ham bu ishda xatolik o'tkazib qo'ydi. Ham u vaqtlarda o'xshash odam o'ldirsa albatta jinoiy javobgarlik tortildi. Xun to'laydi, odam o'ldirsa balki o'ldirilish mumkin-da. Shuning bilan Guanyu hamda bu yerdan qichib ketdi. Ya'ni bu bir beshida jinoyati bo'lgan bir odam. Qichib Zhang Fei'ga yetib keldi. Undan keyin biz so'zlayotgan, ya'ni Zhang Fei bilan Liu Bei paranglashib turayotgan, ya'ni oshxonada nəhayət qizg'in paranglashib turgan vaqtda bu kirib qoldi. Ya'ni bu vaqtda Guanyu nima ish qiladi degan vaqtda, ya'ni harvin ishtirib yurib, ochliq sotadi bu. Har xil shu mash deymiz, bug'doy deymiz degandek, shu ko'nish parchalarni ko'rsangiz chiqadi. Mash setib, jinni vaqtiga odam. Bu nəhayət kuchli ko'rib. Andan keyin nəhayət shu polvonligi bor. Ondan keyin boshqalarningki shu haqqini yemaydigan nəhayət deymiz hamda. Bu hamda nəhayət jingrin junzi demdi. Ashundaq bir odam. O'zining manfaatini asosan o'ylamaydi. Mushunda bir odam boshqalarga sodiq. Ondan Zhang Fei bilan Liu Bei ba oshxonaning ichiga kirib qolib, tasoddifiy uchrashib qoldi bular bilan. Endi Zhang Fei bu zodi qanday kishi degan vaqtda bu Zhang Fei'ningki ajdodidan boshlab bu nəhayət boy. Bularningki o'zininki yatoqlari bor, Bingguan, Lüguan deymiz-ku, boshqalar kelsa berib pul topadigan. Undan keyin qassobxonalari bor, aroqxonalari bor, meyxonalari bor. Nəhayət boy shu yerdagi yuzi bor bir boy odam, shu mahaldagi nurg'un shu amaldorlar deymiz, uningki atroflardagi oshxonadagilar, boylar bilan munosabat nəhayət yaxshi. Bu nəhayət hurmatlaydi, buni qo'llaydigan bir kishi. Hem bunu qanday qo'llaganligini biz keyingi qitimliq film degan so'zlaymiz keyingi filmlarda. Demak bu Zhang Fei nəhayət boy, ajoyib Shuangkuay deymizmi? Mard. Shundoq polvonlar amroq. Bir cho'ng ishlarni qilib qishib uyuba bir odam. Nəhayət tuz amma. Surin deb qo'yamiz buni. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmadi deydiganlar bir odamda. Demak buningki dal shu mijozi Liu Bei'ningki yiliqi bir shu uchurni ko'rib, ya'ni askar yig'ish uchurni ko'rib, shunda ahsinigan yerida, demak o'zini tutib ololmay deb soldi-da, tuz odam bo'lgan. Shuning bilan shundoq bir tuzligi sababidan bu Liu Bei bilan bu yerda uchrashib qoldi. Demak bu Zhang Fei bilan Guanyu'ningki kelib chiqish tarixi mana shunchalik. Birisi Namrat oilada, birisi boy oilada cho'ng bo'lgan kishilar. Agar sizin bu mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, astiga inkas rayoniga gullarni, alt raqamlarni yo'llab qo'ying. Filmlarni davomli ko'rmoqchi bo'lsangiz, texnik ko'p sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, qush belgisini besib menga jo'q bo'lsangiz bo'ladi.